Hyundai Porter dizel variantdan so'ragan akalarimiz uchun dizel variantdagi avtomobilimiz sotuvda bor. Ko'p qirg'izistonlik akalarimiz so'rashganda dizel motorda. Hop 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilimiz sassaniyasi yaxshi holatda. Avariya yoki kraska tekkan joylar yo'q. Bolalar ham hamma bilan 80-90% bemalol xizmat qilaveradi. Hop orqa qismlari, yuk qismlari ham o'zini xizmatini qilgan, lekin bunaqa kraska yoki boshqa defektlar yo'q ekan avtomobilimizda. Hop past motorlarda ham yo'qqa yoki problema joylari yo'q. Qo'shimcha mumkin shekillari ham normal holatda. Hop bu avtomobilimiz 2022-yil 7-oyda ishlab chiqarilgan. Ichki salonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Ozgina xizmat qilgan joyi bor. Lekin narxiga yarasha avtomobil dizel motorda. Bu avtomobilimiz ham sidinalar isiydi, soviydi. Ichki salonlari, orqa qismlari ko'rishingiz mumkin. Avtomatik korobka. Bu avtomobilimiz o'z probegini ko'ramiz. 98.180 km masofani bosib o'tgan ekan. Registratsiyasi normalniy. Hop kimga shu avtomobil kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarsizlar. Hop bu avtomobilimizning Koreyadagi narxi bugun kurs bo'yicha $11,000 to'g'ri kelyapti. Kimga kerak bo'lsa direktda yozsani inshaalloh istagan joyinaga biz yetkazib beramiz. Sizlar bilan Koreya Trade Motors bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa avtomobillar kerak bo'lsa bemalol bizga direktda yoki pastdagi nomerlar orqali aloqaga chiqsanglar inshaalloh topib jo'natib beramiz. Sog' bo'linglar.